kelib dastavka ustunovka besplatno holatda shu yerga kelib o'rnadi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib ustunovkalarni qilib beramiz. Qo'shni respublikalarimiz, Qozog'iston, Qirg'iziston barcha qo'shni respublikalarga ham yetkazib ustunovkalarni qilib beriladi. Assalomu alaykum. Navbatdagi darvozamizni Samarqand viloyati Payariqqa kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz razmerlari keladigan bo'lsak, eniga 4 metr, balandligi 418 holatda bo'lgan o'sha afsona fason yangilik, o'sha 2025 da yangilik fasonlarimizdan biri. Bu darvozamiz materiallar full holatda bo'lgan. Qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, yong'indorlar 10 ga 10 brusdan bo'lgan. Shanirlari ko'rsalangiz zakasni katta shanirlardan, pachimli shanirlardan chiqarilgan. Darvozamiz polni bu high-jetlar eqqivat shumkali bo'lgan. Bu yertlariga o'sha GBO Gentran rangidan sepib berilgan. Hop, darvozamiz polni JK2 rangda bo'ldi. Buni mayda profillar 3x2, 2x2 mayda profillar ham eng qalin o'sha 1.3 stenka, eng qalin stenka bo'ladi. Shundan ishlatilgan listlarimiz har doim 1.8 listlardan ishlatilgan. Zamoklarimiz ham o'sha 5 talik Zuber zamoklar. Ochilib yopilishda umuman ovozi shumi yo'q. Darvozamiz shu ideal ko'rinishda, taglar shveller holatda bo'lgan. Darvozamiz tevalari ham o'ziga patsvet qilib berilgan. Darvozamiz kaltkasi ichidan qilib berilgan. Ko'rib turibsizlar, darvozamiz yopilganda kichkina kaltka zamogi bo'lmasa ajrat bo'lmaydi. Mana orqa tomonlarini ham bir ko'rib ko'rasizlar mana. Darvozamiz center zamokda mana kaltlar 5 tali. Orqa ko'rinishlar xuddi 2 qavatli holatda xuddi shunday bo'ladi. Mana 1.5 ga 1.5 lardan umuman zararlarni bekitish maqsadida polni qo'yib chiqilgan. Hatto kichkina eshiklargacha pachimlarni shanirladi. Darvozamiz o'sha changlarga e'tibor bermaysizlar. O'sha darvozamiz ochilib yopilish, mana center zamoklari, yopilishlari mana bir qo'lda bemalol mana ochilib, bir qo'lda mana bir qo'lda yopilaveradi. Aytgan joyingizda turadi. Darvozamiz bir so'z bilan aytganda ideal chiqdi mana. Mana darvozamiz shurel tarzda yopildi. Kimda murojaatlar bo'lsa, ekranlarda nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxini so'raganlarga opsiz 23 million so'mga shega kelib dastavka ustunovka besplatno holatda shu yerga kelib o'rnadi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib ustunovkalarni qilib beramiz. Qo'shni respublikalarimiz, Qozog'iston, Qirg'iziston barcha qo'shni respublikalarga ham yetkazib ustunovkalarni qilib beriladi. Tamojnagacha olib boramiz, rasxodini qilishda ustunovkasi besplatno holatda qilib beriladi. Ekranlarda albatta nomer qoldirib qo'yamiz. Bittadan like bosib bemalol murojaat qilaverasizlar. Barchalarga rahmat.